Mani yuzimga hamma narsayam tushmaydi. Katta ob'yomda nabor olgim kelmayapti. Qanaqa mini naborlaringiz bor deganlar uchun bugun sizlar bilan eng mashhur brendlarning mini naborlariga obzor qilamiz. Birinchisi hozirgi kunda trend bo'lgan Lagom brendidan naborda 5 ta uходовый kosmetikalari bo'ladi. Ikki xil umyvalka, birinchisi chuqur tozalaydigan, faqat kechki uhod uchun, ikkinchisi geliy umyvalka, ertalabki uhod uchun. Yuzingizni quritmasdan tozalaydi, ta'sirchan yuzlarga mos keladi. Uchinchisi toner, yuzingizni tinchlantirib, namlantiradi va uhodga tayyorlab beradi. To'rtinchisi bo'lsa 5% niasinamidli siviritka, yuzinglarning tonini bir xil qilib, qizarishlarni ketkazadi va yaltiratib qo'yadi. Oxirgisi namlantiruvchi krem, kunduzgi va kechki uhod uchun ideal mos keladi. Keyingisi o'sha mashhur Centella brendining 5 etapli uходовый nabori. Naborda makiyaj va SPFlarni yuvish uchun gidrofilli masla, makiyajdan qolgan ostatka va kundalik uhod uchun tiniq qilib tozalovchi penka, tinchlantirib uhodga tayyorlovchi toner, yuzinglarni chuqur namlantiruvchi siviritka va kunduzgi kechki uhod uchun universalli namlantiruvchi kremi bo'ladi. Bu naborlarni farqini so'rashingiz mumkin. Lagom brendi normal va tiniqligi yo'q bo'lgan yuzlar uchun, Centella brendi ta'sirchan qizarishga moyilligi bo'lgan yuzlar uchun mos keladi.